abishning hayot shu hayot. G'orga kirib olish shart emas, ertamangacha mehrobda o'tirish shart emas. Shu yurish, shu biznes, shu pul, mashina, uy, joy, dam olish, osh, to'y, shu faqat shu ishlarimizda xudo qilmaydigan ishlar aralashmasligi. Shu yurish turish futbolkada, sportkada, krasovkada, slansida, skichersda, zo'r mashinada, unda, bunda, zo'r uy, sauna, basen, uyda qism musulmon. Siz bilan men yayrab yuraveramizmi? Xotinlar odam emasmi ular? Ular umrbod sauna ko'rmaydimi? Umrbod basenga kalla tashlab yayramaydimi? Ular ham haqqi bor ularning. Ular ham siz bilan men bilan huquqi teng ularning. Faqat boshqaruvda erkak maqom baland turadi. Lekin ta'lim olish, hunar olish, yashash, rohat bu ayollarni kamsit, Rasululloh aytdilar-ku. Pastkash erkak kamsitan. Bu degani hali dama karol bo'lsin degani emas bu. Prosta hurmatni joyiga qo'yish kerak. Va dinimizda bola tarbiyasi eng yuqoriga qo'yilgan narsa. Xudo bola berdimi, qiyomat kunida albatta nechta bola bergan bo'lsa, hamma bolamizni tarbiyasidan so'raydi. Agar u bola kelajakda yomon bola bo'lgan bo'lsa, ota-ona nakazat qilinadi, jazolanadi. Nimaga? Uni tuqqan ona va tug'dirgan dada qarovsiz qoldirgandan keyin u bola yomon bola bo'ladi.